Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Biz navbatdagi sinfli jarayonlardamiz. Ko'rib turganingizdek, va anaqamizga, xonadonimizga shkaf qilib beramiz. Shkafimizni mana chizmalari uzunligi 260, balandligi ham 260 bo'lgan, eshikli bo'lyapti. Bir tarafi ayolligi, bir tarafi erkakligi alohida go'shlikka qilib berganmiz. O'rtasi polka, taglarida ikkita tortmasi bor. Ish jarayonlar ketyapti, xudo xolasa. Mana asosiy anaqasi turg'izib, o'rnatib qo'ydik. Bu yo'lda qolgan ish jarayonlar ketyapti. Bizlarni kuzatib boringlar. Yana ishimiz davomlarini qo'yib boramiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi mebellarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, 260 ga 260 shkaf yasab berdik. Qo'shimchasiga yoniga 90 talik chistran yasab berdik. Ko'rib turganingizdek, ranglari assanadan bo'ldi, laminat MDF dan bo'lgan, mushkalari qora. Xonalarimiz vishilka bo'lgan. Birinchi xonamiz vishilka, uzun ko'ylaklarga moslandi. Tepasida pashshabnilari bor. Hop, ikkinchi xonasi, o'rta xonasi polkalar, quyida ikkita tortmasi ham bor. Keyingi xonasi mana ikkita vishilka qo'yib berganmiz. 2 qavatli qilib. Mexanizmlari yaxshi mexanizmlardan qo'yib berganmiz. Tepalari antirsol bo'lgan. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar, telefon nomer qoldiramiz. Salomat bo'linglar. Shkaflarimizni turg'izib tayyorlab oldik, xudo xolasa. Eshiklarini o'rnatsak, ko'rib turganingizdek, bu yerda 2 qavatiga vishilka qo'yib berdik. O'rtalari polka, bu tarafda bitta vishilka, uzun kiyimlarga. Tepalari antresol bo'ldi. Xudo xolasa, eshiklarini o'rnatib olsak, pastda ikkita tortmasi bor. Ish jarayonlari ketyapti. Bizlarni kuzatib boringlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana navbatdagi mebelimiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, shkaf yasab berdik. 260 ga 260, yoniga qo'shimcha 90 cm chesterlari bilan. Xo'p, ranglari astanadan bo'ldi, laminat MDF dan. Xonalari birinchi xonasi vishilka qilib berganmiz. Xonalari polka, taglari tortma qilib berdik. Bu tomoni ham vishilka bo'lib, 2 qavatli vishilka bo'lgan.